Assalomu alaykum. Pop tumanida katta yo'l, Toshkent trassasi yo'ldi bo'yida katta yong'oqzor qilganmiz. X185 5-yilgi hosil mana shu holatda. O'sha aytgandan chiqdi. Aytgan hosildorligi o'sha yilda bo'lyapti. Mana 5-yilda hosil. Bizi vodiyga X Chander yaxshi tushmayapti. X185 mana shu cho'l zonasida suv o'ta kam. 5-yilgi holati mana shu. Mana shu X185 navi bizi vodiyga yaxshi tushdi. Fermer dehqonlarga taklif qilamizki, yong'oq ekadigan odamlar bo'lsa X185 navidan qilsa zarar qilmaydi. Mana ikkinchi tupi mana bu. Ikkinchi tupdagi hosil mana. Mana o yerdan, mana shu yerdan hisob chiqqan. Bog'da umumiy ko'rinishi shakllar o'ta to'g'ri berilgan, mikroelementlar, o'g'itlar vaqtida berilgan. 5 yoshli yong'oq zor.